bizani O'zbekda tish og'riqi plomba qor bo'ldi deydi-yu. Tish og'rib qolsa, bor plomba qor bo'ldi. Tishim qurtlab ketdi desa, bor plomba qor bo'ldi deyshadi-yu. Birinchidan tish yuzasi qurtladi deyiladi xalqda. Bu karies. Karies sababi ovqat qoldiqlari tishda qaysidir yuzasida ovqat qoldiqlari qoladi. Ovqat qoldiqlari bilan bakteriyalar oziqlanib, kislota chiqaradi. O'sha kislota tishda qattiq to'qimalarini sekin-sekin yemirilishiga sabab bo'ladi. Bu yemirilish yillar davomida bo'ladi. Ko'p holatlarda aslida bemorlar o'zi bilmagan holda tish kavaklari bilan yurishadi. Ya'ni bizga bemor keladi, qaysidir bitta tishi bilan murojaat qiladi. Biz deyarli doim bemorni 3D rentgenga tushiramiz. Rentgenda boshqa muammolar, ya'ni hech qanaqa bezotagarchilik yo'q muammolari ko'rinadi, ya'ni plomba qilishga ehtiyoj. Ya'ni zamonaviy stomatologiyada bu restavratsiya deyiladi, plomba emas. Plomba o'sha kavak hosil bo'lgan joyda qanaqadir material bilan, odatda bu kompozit hisoblanadi, qanaqadir material bilan yopib qo'yish. Buni 15 minut, yarim soat, 40 minut, 1 soat ichida yopib qo'ysa bo'ladi. Buni qonun qoidasi bilan to'g'ri kamida 1 soat vaqt sarflab, endi muammo qanchalik jiddiyligiga qarab restavratsiya qilsa bo'ladi.